قالتىس دەرسخانا داڭلىق مەكتەپ ئارزۇيىڭىزنى ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ. پاراسەتلىك ئوقۇغۇچىلار، ياخشىمسىلەر؟ بۇ سائەت سۆزلەيدىغان مەزمۇن كويفىتسىيېنتنىڭ مۈكۈمۈكىلەڭ ئوينىشى، كويفىتسىيېنتنى ئېنىقلاش ئۇسۇلى. Algebra dünyasida nama'lum miqdorlar faqat x, y, zlarla emas. Ko'pincha ahvollarda koefitsient, parametr va turaqliq sonlar hamisha mümkünü bilib, nama'lum miqdor rolini o'ynab, nurg'un o'quvchilarning beshini qatirdi. Bu soatlik darsimizda koefitsiyentlarga yo'shirin o'rin qoldirmaydigan bir xil amaliy mahoratni, ya'ni koefitsiyentni aniqlash usulini tadqiq qilamiz. Aldınғы saatlardagi funksiyaga oid darslarimizda koefitsiyentni aniqlash usulini o'rganib bo'lgan edik. Esinglarda bordi? Funksiyaning analitik ifodasini tepish uchun avval uni o'lchamlik usulda ifodalab olamiz. Masalan, birinchi darajalik funksiya y tang kx plus b, k 0 ga tang emas. قالتىس دەرسخانا داڭلىق مەكتەپ ئارزۇيىڭىزنى ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ. پاراسەتلىك ئوقۇغۇچىلار، ياخشىمسىلەر؟ بۈگۈن سۆزلىمەكچى بولغان مەزمۇنىمىز كوزىر زاپاس ئەزا birinchi قىسىم نامەلۇمنى ئالماشتۇرۇش ئۇسۇلىنىڭ ئاددىيلاشتۇرۇلۇشى ۋە قىممىتىنى تېپىش. Biz ba'zida murakkab ifodaga yo'liqib turamiz. Ammo bu murakkab ifodalar qalaymaqan tartibsiz bo'lmasdan, ularda bir xil o'xshashlik bo'lgan bo'ladi. Ularni qarmoqqa oson, hisoblashga oddiy bo'lishi uchun ularning o'xshash bo'lgan butunlik qismini yangi bir o'zgarguchi miqdor orqali ifodalaymiz. Bu usul noma'lumni almashtirish deb ataladi. قالتىس دەرسخانا داڭلىق مەكتەپ ئارزۇيىڭىزنى ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ. پاراسەتلىك ئوقۇغۇچىلار، ياخشىمسىلەر؟ بۇ سائەت سۆزلىمەكچى بولغان مەزمۇنىمىز كوزىر زاپاس ئەزا ikkinchi قىسىم noma'lumni almashtirish usulidan foydalanib tanlama formulasini yashish. Biz burun o'rganib bo'lgan bir noma'lumlik birinchi darajalik tanlama, ikki noma'lumlik birinchi darajalik tanlamalar sistemasi, kasr ifodalik tanlama va bir noma'lumlik ikkinchi darajalik tanlama qatorliqlarning 80%dan ko'proqini yashish usuli nihoyat oddiy. Ammo qolib qolgan 20% bir qadar murakkab bo'lib, bularni mukammal egilgandila nuqtaliq oliy maktablarga o'tishga asos sog'ili bo'ladi. Masalan, yuqori darajalik bo'lgan butun ifodalik tanlama, surat va mahrajlari murakkab bo'lgan kasr ifodalik tanlama yoki yildiz ostida murakkab ko'p a'zolik bo'lgan irratsional tanlama qatorliqlar. Bunda g'alati tanlamalarni yeyish uchun oldingi soat so'zlagan kozir zapas a'zo yordamchi elementga murojaat qilishga to'g'ri keladi. قالتىس دەرسخانا داڭلىق مەكتەپ ئارزۇيىڭىزنى ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ. پاراسەتلىك ئوقۇغۇچىلار، ياخشىمسىلەر؟ بۇ سائەت سۆزلىمەكچى بولغان مەزمۇنىمىز ئىپادىنىڭ قۇرۇلمىسىنى ئېنىق كۆرۈش، تەڭلىمە قۇرۇش ئۇسۇلى. Алдыңғы 2 saatlik dərsini umumyüzlük və to'liq tushunish orqali tanlama o'qumiga bo'lgan tushunchalar 5 qo'ldek aniq bo'lib ketdi deyman. Bu soatlik qoltис darsxonamizda tanlama o'qumining yuqori darajalik qo'llanilishi, tanlama tuzish usuli tushuntirildi. Bu usul tafakkuringlarni kengaytirish bilan bir vaqtda qiyin masalalarni hal qilish iqtidoringlarni hayron qolarlik darajada yuqori ko'tardi. Matematika sohasida dang chiqarmoqchi bo'lgan o'quvchilar, bu soatlik darsni cho'qim astoydil anglanglar. This is the last stage. We're not gonna make it. Wait. قالتىس دەرسخانا داڭلىق مەكتەپ ئارزۇيىڭىزنى ئەمەلگە ئاشۇرىدۇ. پاراسەتلىك ئوقۇغۇچىلار، ياخشىمسىلەر؟ بۇ سائەت سۆزلىمەكچى بولغان مەزمۇنىمىز geometriyalik shakllarda tanlama formulasini qo'llanish. Tanlama o'qimi 2-chi qism. Oldingi soatda biz nuqtali qilib tanlama o'qimining algebralik nazariy masalalarni hal qilish qo'llanilishini ko'rib o'tgan edik. Endi bu soatda nazar doiramizni geometriyalik shakllarga kengaytib, tanlama o'qimidan foydalanib, shakllarning uzunligi, bulug'ning cho'ng kichikligini tepishga munosabatlik mazmunlar bilan tanishimiz. Biz bu soatlik qoltис darsxonamizda buningga oid masalalarni Pigafor teoremasiga asosan tanlama tuzish, yuz formulasiga asosan tanlama tuzish va o'xshash tanosibliq ifodaga asosan tanlama tuzish qatorliq 3 turga yig'inchoqlab xulosalaymiz. Bu soatlik darsimiz mushunchalik bo'lsin. Endi biz darsimizni bir xulosalab o'taylik. Tanlama o'qumining geometriyalik masalalarda qo'llanilishi tuvandagidek 3 turlik bo'ladi. Birinchi, Pifagor teoremasiga asosan tanlama tuzish. Konkret usuli tanlamada noma'lumni faraz qilish usuli. Ikkinchi, yuz formulasiga asosan tanlama tuzish.
Nuqta paraz qilish usulining funksiya bilan geometriya birlashtirilgan masalalarda qo'llanilishiga diqqat qilish. 3. O'xshashlik tanosibliq ifodaga asosan tanlama tuzish. Masaladagi o'xshash uch bloqni bayqab tanosibliq tanlama tuzishga diqqat qilish. Bu saatlik darsimizni g'albalik tugitib, tanlama uqumini qo'llaniladigan 3 cho'ng geometrlik masalalarni pak-pakiz xulosalatdik. Endi bundan keyin mushundaq masalalarga yo'l qo'yib qolsanglar, jiddiylashmay, tamkinlik bilan hal qila oladigansizlar. Qaltىس دەرسخانىدا قالتىس hasilatga erishsiz. Parasatlik o'quvchilar, keyingi soatlik darsda ko'rishaylik.